Bu video Malibu'ni zo'rini haydayman degan akalarimiz uchun bitta cho'tki variant kelib qoldi. Malibu 2 2019-yil 71 probeg, kraskalari top-toza. Akalar halol nasiya savdosiga ham bor, telefon qilib bemalol baraka qilsanglar bo'ladi. 4 ta yaxshi qimmat ballonli qo'yib qo'yilgan. Xudo xolisa probeglari mashinamizning sostoyaniyasidan o'zinikiligi, halolligi yetib turibdi. Bitta ham sarapina chaqa-chuqalari yo'q, ko'rishingiz mumkin. Yana bemalol ustinglarni olib kelib bemalol ko'rsatib o'rasizlar. Sostoyaniyasi juda ham ideal holatda. Sarapina, chaqa-chuqa, mayda-chuyda tosh tegan joylari yo'q. Hozir men sizlarga salonlarni ko'rsataman. Salonlari juda ham akkuratniy bo'lib turibdi. Ошибкаларni ko'rishingiz mumkin. Qirilib, chizilib ketmagan. Keyin bu mashina akalar tayinlanmagan. Prosta haydab yurilgan mashina to'g'ri olib kelishyapti. Akalar bu yoqda tarpetkalarni ko'rishingiz mumkin. Mativiy holatda bo'lib turibdi. Bu yoqda mana sidenalari. Juda ham chiroyli holatda bo'lib turibdi. Akkuratniy qarab haydagan ekanlar. Probegi ham 71 ming kilometr. Bu yoqda salonimizning orqalari ham yengil holatda bo'lib turibdi, ko'rishingiz mumkin. Bunaqa Malibular to'g'risi bozorda juda ham kam. Akalar, pastda nomer qoldiramiz, bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi. Boshlang'ich to'lovini o'zingizlar gaplashib olasizlar. Necha pulga, necha oydan, necha yilga olishinglarni bemalol kelishib olasizlar. Xo'p, naqdga 21,5 ming, pastda nomer qoldiramiz, bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi.